Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Arzonchi, sifatli gilam qidirganlar bo'lsa, mana Omali gilamlar markazida 1-dekabrdan 20-dekabrgacha katta chegirmani e'lon qilishmoqda. Manzili Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Orientir mana prokuratura binosini ro'parasida joylashgan. Mana bemalol kelib, siz ham bu imkoniyatdan foydalansangiz bo'ladi. Demak, diqqat bilan kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga narxlarini tanishtirib o'tamiz. Qanunda boshladik. Kelinglar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Do'konimizga xush kelibsizlar. Do'konimizda aksiya ketyapti hozir 1-dekabrdan 20-dekabrgacha. Bugun aksiyamizni 7-kuni. Sizlarga do'konimizni 0 dan 100 gacha bo'lgan holatda tanishtirib o'taman. Oldingi narx qanaqa edi, hozir chegirmada qanaqa bo'lib qolganini bir qator ko'rsatib o'taman. Bir boshdan el qatori hamma ro'zg'orbop gilamdan boshlaydi. Biz ham ro'zg'orbop gilamdan boshlayapmiz. Xo'p, buni eni 3,5 metrli ro'zg'orbop gilamlar. Metrli gilamlar hisoblanadi. Eni 3,5 metrli, oldingi narxi 160 ming so'mdan sotilgan. Hozir chegirma narxda 1 metrini 140 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Eniga 3,5 metr. Buni eni 3 metrli, 320, 3,5, 370, 4 metrli razmerlari bor. Bundan tashqari 80 santimetrdan 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari ham bor. Koridorlarga, zinalarga. Xo'p, buni ham ko'rsatib o'taman yo'l aka. Hozir bu tarafda Champion nomli gilamimiz bor. 2 xil tovlanuvchan, materiali 100% poliester, ipak materiali hisoblanadi. Eniga 3,5 metrli, oldingi narxi 250 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxda 200 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metrini. Xo'p. Bu tomonda o'shini eni 2,5 metrli varianti ro'zg'orbopti mana. Oldingi narxi 120 ming so'm edi, hozir 1 metri 100 ming so'mga tushirib qo'yamiz. Eni 2,5 metrli. Bu yerda 270 ligi bor. Bu 110 ming so'mdan metri. Bitta 1,5 metrligi bor. 62 ming so'mdan. Xo'p. Bu tomonda endi Yagona nomli gilamimiz bor. Yagona nomli gilamimiz endi 3,5 metrli. Buni 3, 3,5, 4 metrli razmerlari bor. Hozir buni eni 3,5. Oldingi narxi 320 ming sotilgan 1 metr narxi hozir 266 ming so'mdan qilib beryapmiz. Chetlarini ko'rishlari mumkin. Mana chetlari kojali, qalin gilam mana. Laminat parketli uylar bo'lsa, sirpanib ham ketmaydi. Pishiq, juda pishiq. Zichligi ham zich to'qilgan. Qalin, sebbop metrli gilamlarda bular. Bu tomonda qalin Samarqand sak zavodini qalin metrli gilamlari. Oldingi narxi 618 ming so'm edi, hozir chegirma narxda 510 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metr narxini. Xo'p. Bu tomonda bu bor ro'zg'orbop gilamimiz. Hozir savdo bo'lganda bolalar to'g'irlashmagan. Har xil assortimentlari bor, mana maytlarda ham 3-4 xil rasvetkalari bor. Oldingi narxi 135 ming so'm sotilgan 1 metr narxi hozir 120 ming so'mdan qilib qo'yganmiz buni. Endi 3 metrli variantlari. Bugun chegirmamiz 7-kunligini evaziga kunda xaridorlar kelib mana bugun ham savdo ancha yaxshi bo'lgan evaziga barda bo'lib ketgan, to'g'irlashgan uyushmabdi bolalar. Endi 4 metrli Champion bular. 2 xil tovlanuvchi, materiali 100% poliester. Oldingi narxi 270 ming so'm, hozir chegirmada 230 ming so'mdan 1 metr narxini olishlari mumkin. 2 xil tovlanuvchi, mayim bu ham ipak hisoblanadi. Bu tomonda endi tayyor gatoviy gilamlar hisoblanadi. Bular mehmonxonalarga, seplarga qilib berilyapti. Bu Yagona nomli gilamimiz. Bu chegirma narxda 76 ming so'mga tushgan. Oldingi narxi 91 ming so'm edi buni. 1 kvadrat narxi. Greta bir men sizlarga tushunarliroq qiladigan bo'lsam, 3,5 razmeri oldingi narxi 1,700 ming so'm bo'lsa, hozir chegirmada 1,340 ming so'mga xarid qilsa bo'ladi. O'rtada 400 ming so'm atrofida ranjsa qiladi. 2-3 ta xonasiga oladigan bo'lsa 1,200 ming so'mga tushadi. Bular zilli nomli gilamlarimiz. Buni ham 3 ga 4 razmerdan tortib ketaveradi. 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari. Oldingi narxi 140 ming so'm edi, hozir 127 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Kvadratini bu tomonda Eron nomli gilamlarimiz. Bular hozir zo'r ketyapti. Ayniqsa bu tillar ham aralashgan variantlari, parda, mebellarga ham mos tushyapti. Bularda ham xohlagan razmerlardan bor, standart bo'lsa bo'ldi. Xo'p, oldingi narxi 125 ming so'm edi chegirmada, hozir chegirma narxida 103 ming so'mdan qilib beryapmiz. Oldingi narxi 125 ming, hozir chegirmada 103 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 kvadrat narxini. Buni ham tushunarliroq bo'lish uchun, xo'p, oldingi narxi 3,5 da 2,200 ming so'm edi. Hozir 3,5
1.825.000 so'mga xarid qilsa bo'ladi. Bu o'zimizdan kelib chiqilgan holatda tushirilgan narxlar. Bozorda o'rganib chiqarilmagan, chunki oldingi narximiz ham bozorga nisbatan arzon bo'lgan. Hozir biz o'zimizdan oldingi narxlarimizni hisobga olgan holatda tushirganmiz. Hali suvni ko'tarib, suvni tushirganimiz yo'q narxni. Haqiqiy realniy bo'lsin degan maqsadda biz o'zimizdan kelib chiqqan holda tushirganmiz narxlarni. Oldingi videolarimizni o'tib ko'rishsa narxlarni haqiqatda tushganiga amin bo'lishadi. Bular ham yagona nomli gilamlarimiz. Oldingi narx 91 ming, hozir 76 mingga tushgan. Buni ham 3 ga 4 razmerdan 4-7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Boshda ko'rsatib o'tganimiz boshqacha assortimentlari bular. Yuksel nomli gilamlarimiz oldingi narxi 120 ming so'm bo'lgan kvadratda hozir 100 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Bular ham qalin, sep pop, chetlarida popik go'shalari bor. Xo'p, arqamdagilar Ipay nomli gilamlarimiz. Oldingi narxi 100 ming so'm edi, hozir 86 ming so'mga tushib qolgan bular chegirmada. Bularni ham masalan 3,5 ga 5 1.750 ming so'm edi oldingi narxi. Hozir chegirmada 3,5 ga 5 где-то bir 1.350 ming, 1.400 ming atrofida chiqadi. Xo'p, betlar ham hozir barday bo'lib ketibdi. Ro'zg'orbob gilamlarimizni eni 4 metrli variantlari bular. Oldingi narxi 180 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxi 160 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Eni 4 metrligini, 1 metrini. Tepada bu eni 4 metrli Eron nomli gilamlarimiz. Ikki xil to'g'lanuvchan qalin poliestirli materialli gilamlar. Oldingi narxi 500 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxda 415 ming so'mdan 1 metr narxini olsa bo'ladi. Kelishib. Xohlagan o'lchamga kesib, tikib yetkazib beramiz. Shu atrofda bo'lsa, qolgan uzoqroq joylar bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda ham yetkazib beraveramiz. Xo'p, bulari Ipay nomli gilamlarimiz endi 4 metrligi. Oldingi narxi 400 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada 335 ming so'mga tushgan 1 metr narxi. Taxminan hozir 65 ming so'mdan yutadi. Ikkita xonasiga olsa 650 ming so'mda yoniga qoladi. Bunisi yagona nomli gilamlar. Endi 4 metrligi. Buni yana 2 xil 3 xil variant bo'ladi. Osti gap qoldi, yana olib chiqishadi bolalar siklatda. Oldingi narxi 365 ming so'm edi. Hozir chegirmada 305 ming so'mga tushgan bu yagona nomli metrli gilamimiz. Keyingisi bitta 3 metrli yagona nomli gilamda 3 metrli variantlari bor. Bir uni oralarida yana 2 turibdi. Oldingi narxi 273 ming so'm edi, hozir chegirma narxi 230 ming so'mga tushgan. Bu chempion nomli gilamimiz. Hozir boshqa assortimentlar yana chiqadi buni. Oldingi narxi 200 ming so'm edi, hozir 170 ming so'mga tushgan. Buni endi 3 metrli variantlari. Tepada baxmalli gilamimiz. Buni 3,5 4 metrli razmerlari bor. Bu hozir 3,5 metrligi. Oldingi narxi 175 ming so'm edi, hozir 160 ming so'mdan 1 metrini qilib beryapmiz. Endi 3,5 metrli. Xo'p. Bu yerda Eron nomli gilamlarimiz, metrli gilamlarimiz, endi 3,5 metrli. Buni ham 3-4 metrli razmerlari bor. Hozir buni endi 3,5 ligini 1 metr narxi, oldingi narxi 450 ming so'm edi. Hozir 365 ming so'mdan chegirma narxda qilib beryapmiz. Materiali 100% poliester, ikki xil to'g'lanuvchan gilam. Keyingi qatordagi xuddi shu zavodda bitta pog'ona pastroq varianti, qalin yupqaligidan farq qiladi. Oldingi narxi 350 ming so'm edi, hozir 292 ming so'mga tushgan. Buni ham endi 3,5 metrli. Bularda ham 3-4 metrli razmerlari bor. Xo'p, bu tomonda daroshkalilarimiz, o'tgan safargi videolarda ham ko'rsatganmiz. 80 dan 2,5 metrgacha bo'lgan Ipay nomli daroshkalarimiz, bu yerda 80 dan 2,5 metrgacha bo'lgan Eron nomli daroshkalarimiz. Ipaylarimiz kvadrati 100 ming so'm edi, hozir 86 ming so'mga tushirib qo'yganmiz kvadratini. 125 ming so'm edi, hozir 103 ming so'mga tushirib qo'yganmiz bir kvadrat narxini. Xo'p, bundan tashqari bu tomonda chempion nomli daroshkalarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Bular endi 1 metrdan tortib, endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Bularda ham 1 kvadrat narxi 68 ming so'm. Do'konimiz bozorni to'liq tushuntirib o'tdim, qo'limdan kelgancha. Barchalaringizni do'konimizda kutib qolamiz. Ulgurib qoling dekabrgacha. Bugun 7-chi